His-tuyg'ularni qanday qilib to'g'ri yashash mumkin? Ko'pchilik ikki xil yo'lni tanlaydi. Birinchisi his-tuyg'ularni ichiga yutish, ikkinchisi ularni boshqalarga zarar yetkazadigan tarzda chiqarish. Ammo sog'lom yo'l boshqacha. Sog'lom yo'l hisni inkor qilmaslik, uni tan olish va xavfsiz usulda ifoda etish. Esingizda bo'lsin, sizning his-tuyg'ularingiz yomon emas. G'azab ham, qo'rquv, xafalik, alam ham bularning barchasi insoniy hislar. Muhimi ularni qanday boshqarishimiz. His-tuyg'ularni ekologik tarzda yashashning 5 ta qadami. To'xtang, bir necha soniya nafas oling, shoshilib javob bermang. Hisni nomlang, o'zingizga savol bering. Men hozir nimani his qilyapman? Masalan, men xafaman, men qo'rqyapman, meni jahlim chiqyapti. Hisni tan oling. O'zingizga ayting, bu hisni his qilishim mumkin. Men o'zimni ayblamayman. Uni sog'lom yo'l bilan chiqaring. Masalan, kundalik yozing, sayr qiling, nafas mashqini bajaring, rasm chizing, ishonchli inson bilan gaplashing, yostiqni quchoqlab yig'lang yoki ko'z yosh chiqsa o'zingizni to'xtatmang. Tinch joyda hislaringizni ovoz chiqarib ayting. O'zingizga mehr ko'rsating. Har safar o'zingizni tanqid qilish o'rniga shunday deng: men ham insonman, men o'zimni tushunishga harakat qilyapman. Bugun qo'limdan kelganini qildim. Bugungi savol: bugun qanday his-tuyg'uni tan olish siz uchun qiyin bo'ldi? Izohlarni bitta so'z bilan yozishingiz kifoya bo'ladi.